5 marşrut yolu ortaklar. Yaşık köçesi. Bağımız Kola Köprük. Bağımız Maneş. Arkamızda ise dostlar vokzal. Dostlar benimki video rolikimiz uycan arkaga başlanadı. Bir qavatlı hovuca satışa çıktı. Şunu birlikte görüp çıkamız. Like şadan çıkmasın. Toşki şikarный. Şimdi bir qavatlı hovuca satışa çıktı. Общий kvadrat bize 400. Bir qator tanıştırıp gösterib o'tamiz. 10 tarafta ya garajım var ekan. Chap tomonda zeleный zona. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q o'rtoqlar. Acayip stilde salıngan hovlica. Bir qator tanıştırıp gösterib o'tamiz. Like uşadan çıkmasın dostlar. Ketdik. Dostlar xudo qalasa içana girdik. Katta bir dalon. Razmerine keladigan bo'lsak 8'e 5. Jaluzi perdeler qo'yilgan. 100% toplu pol dostlar gördüğünüz. Şpaklövkeden çıkan dostlar. Merine yağmur fon yoki obboy üzeriniz telini verirse. Rozetkalardan görüp dostlar VIP. Bir devalda 2'den qo'yilgan dostlar gördüğünüz. Ya shunday dalon qo'llanmasi dostlar gördüğünüz. 8'e 5. Svetiniklari bor ekan. 100% toplu pol. Chap tomonda muallin krakena. Avtomat ключатель qo'yilgan. Havo ehtimol azobsizlarni tashlab bergan dostlar. Gap boşu mümkün emas. Chap tomonda bizde ortaklar zalımız 8'e 3,5 bor dostlar. Berimizdan 100% cho'pli pol. Shpaklövkeden chiqib turibdi. Fon yoki obboy ortaklar. O'zingiz xohlagangiz dengizda uraverasiz. Dedingizda. Ko'rib tursa dostlar, har bir devorda bir emas 2-3 tane rozetka tashalgan. Ключателini ko'rib tursa dostlar, bir emas 4 tane ключатель. Onun tomonda bizde ortaklar spalnixona. Razmerine keladigan bo'lsak 6 va 3,5 bor. Jaluzi perde garaj tomona qarab turibdi o'rtoqlar. Berimizdan 100% cho'pli pol shpaklövkadan chiqqan. Yani şimdi ahvolda sostoyanida sotiladi bu joyimiz. Chap tomonda o'rtoqlar bizda sanuzel. Firmenный original soat texnikadan qo'yib berdilar, ko'rib tursangiz. Koko firmasının o'rtoqlari. Acayip. Санузел. Karama-qarshıda bizde spalni. Razmerine keladigan bo'lsak 6 va 3 metrdan bor. Jaluzi perdeler ko'ptonzi laminatni döşab turibdi. Shpaklövkadan chiqqan. Fon yoki obboy urib berasiz dostlar. Har bir devordan yana rozetka tashalgan ключателini ko'rib tursa, bir emas 3 tane ключатель bor ekan. Davom qilamiz. Karama-qarshıda bizde o'rtoqlar kattalan spalnisi sanuzelum bilan. Yerimizdan 100% cho'pli pol dostlar, ko'rdingiz. Wi-Fi jipon o'tgan. Bir spalnining sanuzeli dostlar. Bağımız ise dostlar bizde garderobli место bo'ladi. Şimdi spalnixonamiz dostlar. Bu yerda bizde kollektor shu orqali boshqariladi cho'pli pol bilan. Bu yerimiz ise dostlar katta bir kuxnya 8'e 3,5. Görüyorsunuz dostlar. Rus firmasının bu konturni kotel koyup verdiler. Allah'ta denli avtomat ключатель dostlar gördünüz. Bağımız dostlar katta bir bağ bo'ladi. Zeleный zona. Mangalniy zona desek ham bo'ladi. Chap tomonda letniy tualetimiz yani dostlar. Kladovkasi. Meyve daraxtlar ko'rib tursangiz bor ekan. Chiya. Shundan keyin eriklar bor ekan dostlar. Bağımız bizde alohida denli shuning помещенияsi bor ekan. 1 2 3 yani dostlar. Dostlar bir yerimiz bizde ise 10 tomonda darvaza, giriş kod. Bemalol ya. Fura girseniz ham bo'ladi. Indamin 4-5 mashina sig'adi dostlar, ko'rdingiz. Bu yerimiz esa kladovka, atib tutib vajan qo'yarasiz dostlar. 400 kvadrat o'rtoqlar. Dokumentlarida muammo yo'q, shundan bir qator ko'rishtirib, tekshirtirib, sud olishib olarsiz. Narxini keladigan bo'lsak dostlar, 160 ming dollar aytilib turibdi. Salazgan kelishuv bor. Ekranda telefon nömrəni yaz qılırımız. Bemalol aloqa chiqarsa dostlar.
Mana shunday hovli joy do'stlar sotuvga chiqdi. Orientir Yoshlik to'yxona. Vokzal. $160,000 kelishuv bor. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.